kamin ishi. Hayotim shunday musor tashlab oling, sabr qilib turgin. Aka. Da oka. Bu kim, sevgan qizingmi? Da? Seni sevadimi? Ha, mana uni sevaman. Baloni yebsan. Bu seni BMW'chang borligi uchun gaplashyapti. Agar mana shu mashinang bo'lmasin, bir kunda tashlab ketadi, ishon. Nima duosi aka? Qanaqa bu? Men o'zim krasavchik bo'laman, o'shaning uchun meni sevadi bu. Dahshat krasavchik ekansan. Menga desang o'lib ketmaysanmi? Bu hayotda hamma manfaat uchun gaplashadi. Bilib qo'y shu gapimni. Bilib qo'ying, bu hayotda sevgi bor narsa. Ya sevish menga desang o'l. Ketdi hayotim. Haydaysanmi? Jonim, chiroyli bo'lib ketibsanmi? Mana buni tug'ilgan kuningga oldim. Kel bo'yniga taqma. Shilta. Yakida. Hozir. Ha, aka, tinchlikmi? Sevgan qizingmi? Ha, bir-birimizni sevamiz. Baloni yebsan. Bu seni boyliging uchun, mana shunaqangi sovg'alar berishing uchun bu seni yaxshi ko'radi. Agar bermay qo'ygin bir kunda tashlab ketadi. Bo'lmagan gap. Bizning muhabbatimiz chin. Muhabbat bormikan hayotda? Ishon, bu hayotda hamma manfaat bilan gaplashadi uka. Ishing bo'lmasin sani. Kel, jonim taqa. Yur, boshqa joyda ber. Bor, meni ko'zimning oldida berma. Yur, nariroqda beraman, yur. Mazmunsiz yillar. Akajon, Tinchlikmi? anchadan beri sizni kuzataman. Kiyimlaringiz ham kirib bo'lib ketgandir. Olib chiqing, hammasini yuvib beraman. Tavba qildim. Bu hayotda manfaat uchun gaplashmaydigan qizlar ham bor ekanda. Hozir 1 minut olib chiqaman. Xo'p. Ketib qolmang. Ketib qolgan 5 ta harf. 1 minut. 1 minut. Voy, o'ylayimcha toza yuvdingiz. Hidi ham bormi? Atir sepganmisiz? Yo'q, kiyimlaringiz Timson porshoqlarda yuvdim. Buni kapsulalari ham bor. Kiyimlaringizda shiroqit keltirib turadi. Yana ranglarni ham o'chirmaydi, allergiya chaqirmaydi. Eng muhimi, hamyonbop. Sen bilaman kelishgan yigitman. Ko'p qizlar lekin pul uchun, manfaat uchun gaplashadi. Siz nega meni tanladingiz? Mendan nima xohlayapsiz? Akajon, sizdan hech narsa kerak emas menga. Voy, o'ylay asalcha. Faqat kameraga qarab, shundoq qo'lingizni ko'tarib, rahmat deb bering iltimos. Zo'r aka, kulib faqat kulib. Bloggermisan? Kontent olyapsanmi men bilan? Reklamangni men bilan olyapsanmi? Turqiginangga sani. Bor yo'qol. O'zi bu hayotda 3 xil xilqat bor ekan. Bittasi manfaat uchun, bittasi pul uchun, bittasi kontent uchun. Yo'qol singlim. 3 gacha sanayman. 5 ta harf bo'lasan. Ya assalomu alaykum shefim. Menga qaralagancha hozir bitta katta shef keladi. Ya sizda ham katta shef bormi shefim? Ishing bo'lmasa o'sha katta shefni yaxshi ishlab mehmon qilasan, keyin oxirida mana shu hujjatlarga qo'l qo'yib olasan, tushundingmi? Bo'ldi, yes qilamiz shefim. Ya assalomu alaykum shefim. Qadamlariga hasanot, oyog'i tagiga krokodil terisidan teris qolaymi? Shefim, muncha kelishgansiz, dunyo go'zal emasmisiz shefim? Biron kun vaqtingiz bormi? Nimaga? Tushimga kiring shefim. Shunday yaxshi ko'rdim sizni. Yuring. Mehmonim bo'ling shefim. Yuring. Yoping. O'zim yopaman shefim. Avoda bo'lmang. Yuring. Qani keling shefim. Keling shefim. Sochingizni kim olgan shefim? Leonardo DiCaprio'ni sartarosh olganmi? Shefim, siz oyga tik qaramang. Nimaga? Oy uyalib qoladi husnidan. Shefim, nima ichasiz? Oddiy bezga suv bo'ladi. Yo, oddiy bezgan suvni oddiy insonlar ichadi. Siz Mojito Ice Tea ichasiz. Mojito Ice Tea studio. Shefim, nechinchi yilsiz? 98. Yaxshi ham urush payti tug'ilmagan ekansiz shefim. Voy, nimaga? Sizni hozir ko'rmagan bo'lardim shefim. Baxtimga tiriksiz. Sheflarni shefi qalbi mardog'i nima yeysiz? Nima bor o'zi? Garizon restoranida yo'q narsani o'zi yo'q. Yevropa ovqatlaridan tortib o'zimizning milliy ovqatlargacha bor. Ani kitni ustidan sho'rva ichasizmi? Ha, bo'lsa olib keling, ichaman. Kit yo'q der hozir. Kesin qilib beraman, xo'p? Ungacha Buxarestki vag'uri bilan Buxarestki shashliklardan mazza qilib yeng, bular hozir trendda. Voy, bu televizordagi chiqqanmi? Yo, bu televizor emas, blogerlar reklama qilgan. Ha, bitib ko'raymi? Ye. Чисто Buxarestki. Shefim. Mana qarang, o'zi nima maqsadda meni bunaqa olib keldingiz bu yerga? Mani maqsadimmi? Ha? Shefim. Mana shu hujjatga bitta qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Menga shef qo'yadi. Siz kimsiz? Men shef shopirkuman. Shef qayerda? Ha, shef mashinada o'tiribdi. Men tushdim. Shoshmay insam qo'limdan tortib ketyapti. Shefni ochmoqchi edim eshigini. To'xtang, mana shu yo'li zo'r ekan. Qo'y! Nechinchi yilsan? 98.
41-yilda tug'ilib, urushda o'lib ketsang bo'lmasmidi? Esimdan chiqib qoldi. Shefim, Sheping o'lib qopti-ku. Qayerda yuribsan? haligi shef anaqa Assalomu alaykum. Yuzidagi nurini qarab shepdi. Shefim, bitta mana shu hujjatga qo'l qo'yib bering. Pashol. Bo'ldi, tushundim. Qolganini aytmang. Tushundim nima demoqchiligingizni. Yo'q kelsa. Borda yegan inshotini to'la. siz hali ketdi go'shtdan sho'rva qilib bermoqchi edingiz-ku. Qurt dobiye. Ha. O'zi ketim chiqib yotibdi. Samarqandga sizlar taksi chaqiruvmadinglar? Ha, shunday. Kim ketadi? Akam bilan Kenayin. Kenayin? Qani? Akamni yaqinda yaxshi ko'rgan qizlar tashab ketuvdi. O'shandan beri ko'z ollaridan ketmayapti o'sha qiz. Shunga nima desalar xo'p deb ishonib turing, maylimi? Bo'ldi, his qilamiz. Borgandan keyin 2 kishining puli beradi. Bo'ldi. Keling akajon. Kenayin o'tiradilar. Ha, birinchi kelin o'tirsin. Marhamat. O'tir Nargiza. Sumkangni ber, bagajga qo'yaman. Bo'l. Bagajga ochib yuboring, sumkani qo'y. Og'ir emasmi? Yo'q, nima. Kel jonim, oyog'imga boshingni qo'y, mazza qilib ketasan jonim. Ke. Nima qarayapsiz meni qizimga, aka? Yo, oldingizga qarang-a. Men roshqim yomon. Ya mana yog'imni qashi. Ha? Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Kelingizni ko'yni aynayapti-da, to'xtatib yuboring. Asta, kuchanma. O'zi bu uzoq yo'lga bo'lmaydi-da, qusgisi keladi. Bo'ladi. Ketdik aka. Mana. Tur. Qani? Mana kelyapti. Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Nimaga? Kelingiz tualetga kirib chiqsin. Kenayin qachon keladi aka? Men bilmayman, ichib o'tayotganimda. Aka, bu qanaqa taksi? Bilmaysizmi? Rozogo taksi-ku. Nima ishlar orqaga 2 kishi olasizlar? Hamma taksi 3 kishi oladi-ku. Biz shu klientlarni o'ylagan holda orqaga 2 kishi, oldiga 1 kishi olamiz. Mazza qilib ketish kerak-ku. Sizlar uyda olib ketasizlarmi? Aka, biz xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyga tashlab qo'yamiz. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga ham olib borib qo'yaveramiz. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Keldimi? Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonim? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi, hayda. Haydaymi? Eshikni ochmasdan kirdim-a? Seriously? Shunday qiladi, ha. Hayda. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday keliningiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga kelib oldik. Qalay, mazax keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulini to'laysizlarmi bering? Pulni Nargiza to'laydi. Qanaqa qilib? Nimaga to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, muje, gapingda tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashab yuboradi. Ya bu aldamaydi bu, mujik bu. Ka 8600 yozing. Tualetingizni pulni to'ladim. Endi nomeringizni berarsiz. Mayli yozing. 91lik. Oyi! Men seni sinagandim. Bitta tualet puliga aldanding-a. Aka, kattakon rahmat sizga. Ko'zimni ochdingiz. Meni va'da qilgan $100. Siz hali shunaqa odammisiz? Ismingiz nima? Meni ismim O'rab Tashar. Qizlarni o'rab pul ishlayman. Kasbim shunaqa. Salomat bo'ling. Endi to'g'risini aytsam, mana shu husnim meni nonim. Telefonda o'rashim $500. Hayotda ko'rishib o'rasam $1,500 bo'ladi aka. Qancha desang beraman. Mana shu qizni sinab bersang bo'ldi menga. Muammo emas. Selena Gomez bilan Justin Bieberni men ajratganman. Seriozmi? Albatta. Rosa chiroyli tilingizga ekan, rahmat. O'rab Tashar aka, rosa yoqdi. Aka, bu qizingizga rasxod qilish kerak ekanda. Uziga olib berdim tilla. Pulni nima qilamiz? Bo'pti, sen yoningda ishlab turaver. Oxirida hisoblashamiz. Bo'pti, yozib qo'ying-da aka, eslab qo'ying. Ketdik. Bo'laloqmi? Nima deysiz? Voy, ne xohlagan mashina, rahmat. O'rab Tashar aka. Aka, buningiz вообще kashilotka o'ralmayapti. Mashina olib berdim bunga men. Men senga aytdim-ku, oxirida hisoblashamiz deb. Perjevat qilmagan. Ha, bo'pti, perjevat nima u perjevat bo'pti qilmayman. Qilding devanna, vanna, vanna, vanna,
banna banna ishqingda jonim yana Buni ham olamiz, buni ham olamiz. Endi nima qilyapsiz? U yog'ingizga qarang, hali o'ralganingiz yo'qsinglar. O'rab tushar aka, siz tushunmayapsiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan do'konim Dilmuz. Bu yoqda hamma narsani hamyonbop topasiz. Toshkentda 37 ta filiali bor. Samarqandda ham bor. Hammasi arzon, olamiz. Rahmat o'rab tushar aka. Bariqon. Aka bo'ldi, qizingizni o'radim. Pulni bering endi. Yo'q, bo'ldi, shart emas. Bu qiz menga yoqmay qoldi. Xayr senga. Ha, mani pulimchi? Yo, nima yo'q? Yo, oxir Missiya bajarildi. hali parashyutimga yelim nima edi? Sovunimga kir yuvmabsanlar. Va nihoyat erga tegdim mana. Yashang. Yura. To'yingga to'y ona. Baxtli bo'l. Ko'rdingizmi? Men kelin baraka keldi-da. To'g'ri. Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z tegmasi 3 kundan beri go'shiga yotibmiz. Qarang-a. To'g'ri. Ayni biz keldik orqamizdan baraka kirib keldi-da. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi? Zo'r ekansan, zo'r. Dadjon, Oyjon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvara, qarang o'ynagan. Yeb qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugadimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ana svet keldi, ye. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yo'g'ilib keldi. Texnikalar olyapsiz. O'chira vazina. Men tug'ilganimdan Lareto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Laretoning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikning qara kattaligini bu no-frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi borki, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori tokni kam yeydi. Lareto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga ishqab. Shaqqa ham qo'yshding-a barakani, ha? Shaqqa ham qo'yshding-a? Barakaniki-mi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib bordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib o'ribdi-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yo'q. Qayerga? Onangiz. yomg'ir yoqdi charchak tayyor bo'lding kelinchak